haligi masala. Davlatning bosari, shaharning bosari bo'ldi. Moliyatsiz bo'yicha. Tak nimaga anaqa 50 ta xonadonda 10 kundan beri suv yo'q bo'lyapti? Hozirgi nechun program ayta olaman. Nimaga sizlar shu paytgacha anaqa 10 kundan beri suv yo'q, sizlarga necha martalab murojaat qilgan bo'lish kerak? Sizlarning xabaringiz yo'q bu narsadan. Otabek, nima bu? Bardak hamma yoq bo'lyapti. Shaharda boshlig'i ham shu yerda o'tiribdi. Obodondan gaydan ruxsat olgan. Bugun ishni boshlaydi, nasib qilsa. Urganada bo'ldi. Rahmat. Suvlarni qilib berishadi. Men Navoiy viloyati Karmana tumani Yangi hayot mahallasida yashayman. Bizlar ko'chaga 5 yildan beri turba o'tgan, suv yo'q, umuman kelmaydi. Qishda ham, yozda ham umuman suv yo'q. 50lik turba, qora paletli turbada yo'q. Faqat suv sotib olamiz, hammamiz sharoitimiz og'ir. Ana Termizga borganda tanilganda 20 avariyani qilib zaglishlarni olib ketgan 25 kilometr mahallada suv yo'q. Uni borib tekshirgandan keyin qarasu zaglishlarni ochmasdan ketgan. Borib tekshirildi. Balki shu holat bo'lishi ham Otabek. O'rganinglar keyin Bo'ldi, tushunilmasin. Xatirchidan Madaniyat mahallasidan ichimlik suvi muammosi uchun kelib 3 yildan beri bizlar yangi imorat qilganmiz, ichimlik suvi yo'qda. Kechalkan suvni ichib o'tibmiz. Shunga suv ta'min qilishlaringizni so'rayman-da. Hisoblagichni o'zingiz olasiz. Biz tortib beramiz, uyingizga hisoblagichdan suv o'rnatib beramiz. Turba tortishga sharoitimiz yo'q uchun sizlarga murojaat qilgandik-da. Bularni o'zimiz tortib beramiz kerakmi? Xo'p, mayli, rahmat. Assalomu alaykum, Ahmedova Zilola Ravshanovnaman. Meni murojaatim mana shu suv ta'minot bo'limiga ishga qabul qilishlaringizni so'rayapman. Bironta bor vakansiyamizdan bironta ish taklif qilamiz, masala yo'q. To'g'ri, ijobiy ish harakat qilamiz, 200 metr nima bo'ladi? Otabek, kontrol qilib saboqada bo'ladi. Bo'ladi. Joyiga tushib o'rganishadi, maksimal ijodiy hal qilishadi. Maylimi? Rahmat noma aytgani keldim, tashakkur noma aytgan rahbariyatimizga, davlat rahbariga, vazirligimizga mana nasos qurilmalarining yangilanganligi, chastotliklar qurilganiga, maxsus texnikalar bilan ta'minlanganiga va biz eski texnologiyaga xizmat ko'rsatdik, biz hal qiyinroq edi ishlash jarayonlarida xizmat ko'rsatishimiz. Chunki o'zlaringiz bilasizlar, juda o'zi nasos qurilmalarimiz eskirgan, eskiroq edi. Mana hozir yangi qurildi. Mana shunga minnatdorchilik bildirish uchun kelganman. Rahmat. Rahmat sizga. Arzimas xizmatingizga rahmat aytganingiz sizga katta rahmat.